Ha, ishlaymiz, turmaymiz. Sen nima turibsan, ishlamaysanmi? Aka, bitta savolim bor edi. Aha. Qani, shu menga qizlar qarash uchun nimani chiqarsam bo'ladi, aka? Nimani chiqarishni aytaymi? Bir 3-4 ta mashina arendaga chiqarib yuborsang, normal qizlar qaraydi. Davay, ishlaymiz. Bitta o'rtog'imni 4 ta bolasi, bitta xotini bor. U har doim shuni teskarisini xohlaydi. Xullas hayotim shunaqa. Yolg'iz o'zim ham ona, ham ota bo'lib shu bolamni boqyapman. Shunaqa payt ayol bo'lganimga afsuslanaman-da. Yo'q demasangiz, sizni nikohimga olsam. Nima deysiz? Bilasizmi? Yigitlikdan katta bo'lgan bitta o'rtog'im bor edi. Yolg'iz boshi bilan bitta o'g'lini katta qilyotdi. Bitta hoji ona keldilar deb, "Men sizni nikohlab olaman" dedilar. Nikohladilar. Keyin 3 ta bola bilan o'zini yolg'iz tashlab ketdilar. Men bilmadim. Voy, bolangizga o'zim ona bo'laman, nikohimga olay sizni. Ishongim kelyapti. Mana xotinim jaraq pul topardi. Ajrashgandan keyin bog'chaga ishga kirib 300 ming aliment to'layapti. Ishonmayman. Voy, xo'p deng, endi xo'p deng, o'zim baxtli qilaman sizni. Yo'q, hojona, yo'q. Voy, bunaqa. Yo'q. Qilaman sizni. Ha aka. O'qiyam. Tinchlikmi boydan beri siqilib yuribsiz? Ertalab munajjimlar bashoratini o'qigandim. Hop. Unda qo'y burji ostida tug'ilganlar yaqinlarining xiyonatini sezib qolishadi deb yozib qo'ygan ekan. Ha, sizni burjingiz qo'ymi? Yo'q. Kenayni burji qo'y. Bir erkakning tug'ilgan kuniga qaynanasi 2 ta galston sovg'a qilibdi. Erkak xursandligidan uyga kirib, bitta galstonni bog'lab chiqsa, qaynanasi qarab, "Kiyo, nima? Ikkinchi galstonim yoqmadimi?" Yunusobodga 4 ta vanni. Aka, kechirasiz. Ha. Aka, 41-radom qattiq. Hozir tug'may tur hozir. 41-raddom. 41-radom. To'g'ri keldi. Mana shu 41-raddom, aka. Aka, men jin emasman. Qanaqa raddom bu? Okajonim, bu vannalarning raddomi. Qarang, okajonim. Bu yerda vannalar tug'iladi. Men vannani qarang. Ertalab tug'ildi. Mana eshting. Ana. Ha, tug'may tur hozir. Tug'may turing, keling hozir vannani hal qilaylik. Demak, raddomda bolachalar bo'lsa, sizda vannachalar. Vannalar tug'iladi, aka. Mana shu tug'iladi. Konkret vanna qo'yishim kerak edi, aka. Razmerlari qanaqa? Razmerlar xohlagan razmeringizda bor. Toshkentning любой joyiga yetkazib beramiz. Oka, eshiting, keyin hal qilamiz. любой joyga yetkazib beramiz. Viloyatga ham yetkazib beramiz. Bozor narxidan ham arzon qilib beramiz, okajonim. Donaga ham. Mana shu meni nomerim 24/7 ishlaydi nomerim. Bemalol kelsanglar, optimaga kelishtirib beramiz. Hozir tug'ib qo'ymasin. Kelaman yana. Qo'ng'iroq qiling, aka. Hop, bo'ladi. 47 ta vanna, ertaga kechki 6 ga. So'yinchi. So'yinchi, aka, so'yinchi. O'g'ilmi, qizmi? Ha? O'g'ilmi, qizmi? Yo'q, vanna olmoqchiman. Vanna? Ha, o'shanga so'yinchi. Ha, vanna olmoqchimiz. Ana vanna oling. Bo'ldi. Erkak kishi pul topsa, oila qilishim kerak, uylanishim kerak deydi. Ayol kishi ko'p pul topsa, er nimaga kerak deydi. Erkak kishi ishdan uyga qaytganda uyga uzoq payt kirmasdan eshik tagida o'tiradi deyshadi. Bu to'g'ri gap. Bilasizmi nimaga? Ben pamadanizni qanaqa ketkazib o'ynaymiz deb. Nima deyman endi? Siz ko'chada o'zini ko'tiga o'zi urayotgan erkakni ko'rsangiz hayron qolmang. U faqatgina zajgalka qidirayotgan bo'ladi. Kechirasiz, zajgalkangiz yo'q? Hozir. Kecha kechqurun uxlolmadim. Qo'y sanashib boshladim, uxlab qolarmikinman deb.
...7849 qo'yga kelganimda brat turing bo'ldi, ertalab bo'ldi, ishga borishingiz kerak deb uyg'otib ketdi meni. Sun'iy intellekt tez orada odamlar ish o'rnini egallaydi degan post ko'rib qoldim. Menimcha bu noto'g'ri. Sababi bunaqa kam oyliga faqat biz ishlaymiz. U ishlamaydi. Bugundan sog'lom turmush tarziga amal qilaman dedim. Ertalab vohli uyg'ondim. Muzdek dush qabul qildim. Choy ichmasdan ishxonaga vohli keldim. Hozir o'tiribman, hammani kutib, boshim og'rib, uyqusirab, ustiga shamolladim. Kerakmidi menga shu? Bilasizlarmi, qizlar uchrashuvga chiqsa yoniga bitta xunuk dugonasini olib oladi, o'zi chiroyliroq ko'rinishi uchun. Lechna biza bolalarga farqi yo'q, yonimizdagi darmayet o'rtog'imiz chiroylimi, xunukmi? Muhimi puli bo'lsa. Bir xil bolalarga ham farqi yo'q, yonidagi qiz chiroylimi, xunukmi? Muhimi qizni puli bo'lsa. Hech o'ylab ko'rganmisizlar, nimaga biza o'zbeklar o'zbekchilik deymiz? Nemislar nemischilik demaydi, karslar karschilik demaydi, ruslar ruschilik demaydi. Faqat biz o'zbeklar o'zbekchilik deymiz. Nimaga? Men MCS xodimlaridan rozi emasman. Sababi har doim xavf-xatar bo'lishidan oldin ogohlantirib kelgan MCS nimaga shu uylanishimdan oldin ogohlantirmagan? Nimaga? Uylanma, uylanish hayot uchun xavfli demagan, nimaga? Aka, Mirvanga xush kelibsiz. Salomat. Xullas menga bitta vanna kerak. Sizga vanna kerak ekan, aka. Topding. Faqat meni bitta odatim bor. Aha. Mashina olaman, test drive qilaman, yo'qsa keyin pulini to'layman. Qarang. Ovqatni birinchi yeyman, yo'qsa keyin pulini beraman. Aha. Kiyimni ham birinchi kiyaman bir oy, yo'qsa keyin pulini beraman. Uylanganingizda-chi? Bo'ldi. Xo'p, xo'sh xizmat. Xullas, vannalaringni ham birinchi cho'milaman, yo'qsa keyin pul beraman. Bo'ldi. Gap yo'q, gap. Qani keling. Aka. Olasizmi? Voy, vannalaring mazza-yu. Aka. Chiqib kelmayapti vannangdan, gap yo'q zo'r ekan. Любой razmer bor, любой joyga dastlabki bozor narxida okajon. Aka, mana nomerlar meniki, 24 soat 7 telefon qilasiz. Vanna oldim. Endi uyosam bo'ldi. Kela qolmaysanmi tez-tez, Aka. Bo'ladi ukam. Xotinim sovib qoldi, aka. Voy, qachon bo'ldi? Kecha. Voy, ukam, o'lmoni jazosi ko'mmoq, kutma, borib ko'mib kelgan. Nima deganingiz bu? Men ko'ngli sovib qoldi deyapman. Ha, ko'ngli sovib qoldimi? Masak domlaman, men bor yo'q qolishingni. Maslahat. Qo'ymi bandalar, maslahat. Akamni qarang, it o'zini o'zi axlatini yeyapti-ya. Shunga hayronmisiz? Siz ham Instagramga video qo'ysangiz, o'zingiz like bosasiz-ku. Nima farqi bor? Osh bo'lsin, yur. Yubka kiyib olgan don boqqina qizlar qattiq shamol bo'lishidan umuman qo'rqmas ekan. Xullas, bizning zalimizda bitta normalniy, nakachniy bola bor edi. 3 yildan beri chiqadi zalga, lekin umuman oynaning oldida rasm video qilmagan. Shu bolani jinniga chiqarib, bugun jinnixonaga olib ketib qolishdi. Bizlarni jinnixonaga olib ketmasin. Assalomu alaykum, juma muborak bo'lsin. Bittasi ehson qutisiga $100 solib domladan so'rarmish. Domla, bu dollar kursi ko'tarilgani sari meni ham savobim ko'tarilaveradimi? Niyatni yaxshi qiling, jumalar muborak bo'lsin. Meni bolaligim shikalatsiz o'tgan. Bolalikdan shikalatni ta'mini bilmayman. Sababi odamlar bolam sani shikalatga allergiyam bor deb shikalat olib berishmagan. Bolaligim shikalatsiz o'tgan meni. Hozir doktorga borib analiz topshirsam, doktor sizni shikolatga allergiyangiz yo'q deydi. Bolaligim seni sog'indim. Shuncha yildan beri qizlarga qilgan xarajatimni yig'sam bor-ku, bemalol real Sanjik qamoqdan olib chiqishga yetar ekan. Va. Sizni ishingiz yoki ishxonangiz ertalabda sizni xo'mrayib kutib olishi mumkin, lekin meni ishim meni
karnet surnaylar bilan kutib oladi. Assalomu alaykum. Bugun ham yaxshi kunlarda xizmatdamiz. To'ylar bo'laversin. Kamina xizmat qilib charchamasin. Sog' bo'linglar. Syomkadamiz. Juda issiq. All that I have is all that you've given me. Qat'iysan borasan.